Aksiyamizning 8-kuni davom etmoqda. Sizlarga gilamlarimiz narxlarini tanishtirib o'taman. Orqamdagi main ipli Chempion nomli metrli gilamlarimiz hisoblanadi. Eniga 4 metrli, oldingi narxi 270 ming so'm sotilgan 1 metr narxi hozir chegirmada 230 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingisi Eron nomli metrli gilamlar hisoblanadi. Eniga 3,5 metrli, oldingi narxi 450 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 1 metr narxini 365 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Bunisi ro'zg'orbob gilam hisoblanadi. Eniga 3,5 metrli, oldingi narxi 160 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 1 metr narxini 140 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Ikki xil tovlanuvchan materiali 100% poliester ipak nomli gilamimiz razmeri 3,5 ga 4,5, oldingi narxi 1 million 700 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 1 million 350 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Chetlari popili, kojali, yagona nomli gilamimiz razmeri 3,5 ga 6 metrli, oldingi narxi 2 million 100 ming so'm sotilgan, hozir chegirma narxida 1 million 590 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Shoshilamiz, aksiyamiz muddati cheklangan. 1-dekabrdan 20-dekabrgacha ulgurib qoling. Manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani. Mo'ljal prokuraturaning ro'parasida joylashgan ommaviy gilamlar markazi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.